Assalomu alaykum. Efirda Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi hamda Qashqadaryo viloyati teleradio kompaniyasi hamkorlikda tayyorlanayotgan osoyishtalik ortida informatsion dasturi. Yarim tunda mayda shoxli chorva molni yetaklab ketayotgan fuqaro mahallada xizmat o'tayotgan profilaktika inspektorining e'tiborini tortdi. Tungi xizmatni tezkor va ziyraklik bilan olib borgan profilaktika inspektorining harakati tufayli jinoyat issiq izlarida fosh etildi. Hududlarda xavfsiz muhitni yaratish, fuqarolarning tinch osuda turmush kechirishini ta'minlash, kriminogen vaziyatni jilolash, jinoyat va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish, ijtimoiy profilaktika tizimi samaradorligini oshirish bo'yicha mahallada tungi xizmat o'tayotgan Qarshi shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'limi profilaktika inspektori, katta-leytenant Sobit Naqshbandov o'ziga biriktirilgan Qavalla mahallasida joriy 2-dan 3-yilga o'tar kechasi xizmat o'tayotganda yarim tunda qo'y yetaklab kelayotgan fuqaro e'tiborini tortdi. O'zini fuqaroga tanishtirgan profilaktika inspektori fuqarodan tungi vaqtda nima ish bilan yurganini so'radi. Kutilmagan vaziyatda fuqaro turli xil gap so'zlarni aytib, maqsadini tushuntira olmadi. Planshetda uning shaxsiga aniqlik kiritilganda shubhali shaxs Shahrisabz shahrida yashovchi muqaddam sudlangan Amirov ekanligi ma'lum bo'ldi. Holatga oydinlik kiritish uchun Amirov ichki ishlar bo'limiga taklif etildi. Surishtiruvlar davomida bu shaxs Qarshi shahar Qavalla mahallasida yashovchi Karimovning bir bosh bozor bahosi 4 million so'mlik qo'yini o'g'irlagani aniqlandi. Tungi xizmat davomida profilaktika inspektorining tezkor va ziyraklik bilan olib borgan xizmati tufayli jinoyat issiq izlarida fosh etildi. Hozirda aniqlangan holat yuzasidan Qarshi shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, fuqarolar tungi vaqtlarda chorva mollarini qarovsiz qoldirmasliklarini yana bir bor eslatamiz. Ko'kdala tumani hududida davlat zaxirasiga olingan 3 gektar bo'sh yer maydonini hujjatlashtirib berish uchun firibgar 195 million so'm pullarni olgan vaqtida ushlandi. Joriy yilning 15-may kuni Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi, korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan Ko'kdala tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda zaxiradagi yerni hujjatlashtirib bermoqchi bo'lgan shaxsning kirdikorlari fosh etildi. Jumladan Ko'kdala tumanida yashovchi fuqaro Xidirov 1 gektar, Ro'ziyev esa 2 gektar yer maydonini 250 million so'mga sotish va xaridorning nomiga rasmiylashtirib berishni va'da qiladi. Kelishuvga ko'ra shu kuni yer maydoni uchun kelishilgan pullar hisobidan 125 million, hujjatlar rasmiylashtirish uchun yana 70 million so'mni olgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Eslatib o'tamiz, yer davlat mulki. Uni talon-taroj qilishga hech kimning haqqi yo'q. Viloyat hududida jamoat tartibini saqlash, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash maqsadida shahar tumanlarida kunlik 2 bosqichda 40 ta yo'nalishlarda ichki ishlar organlari xodimlari, jamoatchilik vakillari hamkorlikda tunu kun xizmat qilmoqda. O'tgan hafta davomida viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizlik xizmati, jamoat tartibini saqlash boshqarmasi, patrul post xizmati batalyon xodimlari tomonidan ko'cha va jamoat joylarda bemaqsad yurgan, shubha uyg'otgan, jinoyat va huquqbuzarliklar sodir etishga moyil bo'lgan jami 1144 nafar fuqarolar, shundan mast holatda 54 nafar, tilamchilar 10 nafar, huquqbuzarlik sodir etganlar 885 nafar, ichki ishlar organlarida profilaktik hisobda turuvchi 1 nafar, jinoyat sodir etganlikda gumondorlar 4 nafar, bemaqsad yurgan 186 nafar fuqarolar shahar tuman ichki ishlar bo'limlariga olib kelindi. Viloyat hududidagi 3374 ta obyektlar tekshirildi. Shuningdek, tungi vaqtda qarovsiz qoldirilgan 67 ta buyumlar o'z egalariga ogohlantirilib topshirildi. Bilasizmi, Oila kodeksining 15-moddasida nikoh yoshi erkak va ayollar uchun 18 yosh etib belgilangan. Uzrli sabablar bo'lganda alohida hollarda homiladorligi, bola tug'ilishi, voyaga yetmagan shaxsning to'la muomalaga layoqatli deb e'lon qilinishi, nikohga kirishni xohlovchilarning iltimosiga ko'ra nikoh davlat ro'yxatidan o'tkaziladigan joydagi tuman shahar hokimligi nikoh yoshini ko'pi bilan 1 yilga kamaytirishi mumkin. Nikoh to'g'risidagi
yoki qonunni yoki nikoh tuzish tartibini buzish uchun qonunchilikda jazo belgilangan. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 47-prim 3-moddasi nikoh yoshiga yetmagan shaxs bilan haqiqatdan nikoh munosabatlariga kirishish, bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravaridan 10 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Ota-ona yoki ularni o'rnini bosuvchi shaxslar tomonidan nikoh yoshiga yetmagan shaxsni erga berish yoxud uylantirish, bazaviy hisoblash miqdorining 7 baravaridan 15 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Nikoh yoshiga yetmagan shaxs bilan haqiqatda nikoh munosabatlariga kirishish shunday qilmish uchun ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin sodir etilgan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 125-prim 1-moddasiga ko'ra, bazaviy hisoblash miqdorining 25 baravaridan 30 baravarigacha miqdorda jarima yoki 240 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoxud 1 yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanadi. Ota-ona yoki ularni o'rnini bosuvchi shaxslar tomonidan nikoh yoshiga yetmagan shaxsni erga berish yoxud uylantirish shunday qilmish uchun ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin sodir etilgan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravaridan 50 baravarigacha miqdorda jarima yoki 240 soatdan 300 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoxud 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanadi. Unutmang, qonunni bilmaslik jazodan ozod etmaydi. Viloyat hokimligi Ichki ishlar boshqarmasi va aloqador tashkilotlar mas'ullaridan iborat ishchi guruh tomonidan ayolning jamiyatdagi va oiladagi o'rni, sha'ni, farzand tarbiyasida ota-onaning mas'uliyati xususida targ'ibot, tushuntirish ishlari amalga oshirilmoqda. Qarshi shahar Nuroniylar maskanida viloyat hokimligi, Ichki ishlar boshqarmasi hamda aloqador tashkilotlar mas'ullari ishtirokida xotin-qizlar orasida jinoyatchilikni hamda huquqbuzarlikni barvaqt oldini olish, ularning huquqiy madaniyatini yuksaltirish, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarga daxldorlik hissini oshirish choralarini ko'rish, oila institutini mustahkamlash, umuminsoniy va milliy qadriyatlarni targ'ib etish orqali oiladagi sog'lom va ma'naviy muhitni barqarorligini ta'minlash maqsadida Qarshi shahar va Qarshi tumani hududida yashovchi notinch, nizoli, ajrim yoqasiga kelib qolgan oilalarning muammolarini o'rganib, yarashtirish choralari ko'rildi. Ayrim oilaviy nizolar bo'yicha aniqlangan muammolar hal etish bo'yicha mas'ul tashkilotlarga topshiriqlar berilib, ijrosi nazoratga olindi. Shundan so'ng ayollar daftariga kiritilgan, bandligi ta'minlanmagan va tadbirkorlik qilish istagida bo'lgan xotin-qizlar uchun bo'sh ish o'rinlari ko'rgazmasi tashkil etilib, bir guruh xotin-qizlar ish bilan ta'minlandi. Jarayonda hunarsiz bir guruh xotin-qizlarga Qarshi shahar kasbiy ko'nikmalar markazida kasb-hunarga o'qitish uchun yo'llanmalar berildi. Tadbir doirasida oilaviy nizolarni oldini olish maqsadida tashkil etilgan Qarshi shahar psixologik markazining ochilishi bo'lib o'tdi. Mas'ullar u yerda xotin-qizlarga yaratilgan shart-sharoitlar bilan yaqindan tanishdilar. Yakunda xotin-qizlar o'rtasidagi jinoyatchilik va huquqbuzarlikning barvaqt oldini olish, ularning huquqiy madaniyatini yuksaltirish maqsadida yig'ilish tashkil etilib, tadbirda so'z olganlar mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarga daxldorlik hissini oshirish, oila institutini mustahkamlash, umuminsoniy va milliy qadriyatlarni targ'ib etish orqali oiladagi sog'lom va ma'naviy muhit barqarorligini ta'minlash borasida targ'ibot, tushuntirish ishlari amalga oshirildi. Joylarda bu boradagi ishlar davom ettirilmoqda. Qarshi tumani Xonobod mahallasida yashovchi fuqaro Davronov Laziz viloyat Ichki ishlar boshqarmasi 102 xizmatiga murojaat qilib, noma'lum shaxs Telegram messenjeri orqali singlisi hamda turmush o'rtog'ining suratlarini ijtimoiy tarmoq orqali tarqatib, pul talab qilganligini bildirgan. Olib borilgan tezkor texnik tadbirlar davomida mazkur jinoyatni sodir etgan shaxs aniqlandi. Qarshi tumani Xonobod mahallasida yashovchi fuqaro Davronov Laziz 2024-yil iyul oyida viloyat Ichki ishlar boshqarmasi 102 xizmatiga murojaat qilib, noma'lum shaxs Telegram messenjeri orqali singlisi Davron va Manzura hamda turmush o'rtog'i Ravshan va o'g'ilboylarining suratlarini ijtimoiy tarmoq orqali tarqatib, pul talab qilganligini bildirgan. Mazkur holat yuzasidan Qarshi tuman prokuraturasi tomonidan noma'lum shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati, kiberxavfsizlik bo'limi va jinoyat
jinoyat qidiruv boshqarmasi bilan hamkorlikda olib borilgan tezkor texnik tadbirlar davomida mazkur jinoyatni Toshkent shahar Chilonzor tumanida yashovchi 1998-yilda tug'ilgan muqaddam O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi bilan sudlanib, hozirda Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish departamenti tizimidagi 7 sonli jazoni ijro etish koloniyasida jazo muddatini o'tayotgan Halilov Asilbek tomonidan sodir etilganligi aniqlandi. Olib borilgan tezkor surishtiruv davomida Halilov bundan 3 yil oldin Turkiyaning Anqara shahriga ishlash maqsadida borgan. U yerda asosan Telegram messenjerida kanal va guruhlar ochib, kuzatuvchilarning sonini oshirib, boshqa shaxslarga sotish orqali daromad topgan. Uning ijtimoiy tarmoqlardagi kanal va guruhlarga kuzatuvchilar sonini oshirishga tojikistonlik 1999-yilda tug'ilgan Nurali Biloliddin ismli shaxs yordam berganligini tan oldi. 2024-yilning iyul oyida Telegram messenjeridagi guruhlarning birida onlayn chatda boshqa kuzatuvchilar bilan suhbatlashib o'tirganda Davronovning singlisi Manzura tasodifan qo'shilib qolganligi, suhbat davomida uni haqorat qilgach, tortishib qolganligi sababli jahl ustida uning Telegram akkaunti avatariga qo'yilgan rasmlarni yuklab olib, Manzura va uning oila a'zolarining suratini behayo ko'rinishga keltirib, Telegram guruhlarga tarqatib, ularni guruhdan o'chirish evaziga pul olgan. Hozirda holat yuzasidan Qarshi tumani Ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan Halilov Asilbekka nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 141-3-moddasi va 165-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat. Bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib boring.